Assalomu alaykum hammaga, YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz daily activities haqida gaplashamiz. Bugun shu haqida vocabulary ko'rsatib ketaman. Bu mavzularni olib chiqyapman. Har bitta mavzuga alohida video darsliklar chiqaryapman. Nimaga? Chunki ko'pchilik speakingda vocabulary qismidan qiynaladi va aynan vocabularydan qiynalgani uchun chiroyli javob bera olmaydi. Qotib qoladi speech qilishdan. Shuning uchun men sizlarga mana vocabulary berib ketaman. Daily activities mavzusi juda ham keng tarqalgan. Misol uchun savollar bo'lishi mumkin speakingda. What's your daily routine? Um, What do you do in the morning? Do you have a daily routine? degan va savollar beriladi. Aynan bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Tartibingiz qanaqa? Vaqtni taqsimlaysizmi, yo'qmi? Plan bilan yurasizmi, yo'qmi? degan bir savollar bo'ladi. Shularga hozir ko'rib ketamiz. Qanday so'zlar bilsangiz yaxshi javob bo'ladi. Masalan, mana bu birinchi faylimizda, birinchi slaydimizda bu yerda men vocabulary bank aynan so'zlarni beryapman. Men tavsiyam so'zlarni yakka o'zini emasda, bitta o'zini emas, birgalashib, misol uchun deylik, birikma sifatida, xuddi collocation sifatida yodlashinglarni tavsiya qilaman. Nimaga? Chunki faqat o'zini yodlaganingiz bilan u qolib ketishi mumkin passiv bo'lib, ishlata olmasligingiz mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman sizlarga shunaqa birikmalar qilib, gapga qo'yib ishlatishni. Xo'p, birinchi so'zimiz bu stay focused. Stay focused bu diqqatni jamlash. Diqqatni jamlash. O'sha bor diqqatingizni, e'tiboringizni qaratish. Stay focused. Masalan, it is important to stay focused when your exam is coming close. Yes, aynan bu juda ham muhim. Diqqatni jamlash deyapti. Qachonki imtihoningiz yaqinlashib kelayotgan bo'lsa. Misol uchun imtihoningiz yaqin va siz diqqatni jamlashingiz kerak. Something like this. Mana stop qilib video davomida stop qilingda gap tuzing. Stop qiling, gap tuzing. Shu gap tuzish orqali srazu mana issig'ida gap tuzish orqali siz shu vocabni kuchaytirib, yanada aktivlashtirasiz. Keyingi so'zimiz bu get something done. Shunchaki I finish my work emasda, ishimni tugataman emasda, get things done. Bu boshqacharoq eshitiladi, natural chiqadi. Get things done degani ishlarni bajarish. Misol uchun, before going to the walk with my friends, I try to get things done. Masalan, do'stlarim bilan aylanishga chiqishdan oldin men ishlarimni bajarib qo'yaman. Like washing dishes, yeah, helping my mom, etc., and so on. Shunaqa gapga qo'yib gapirish kerak. Ishlarni bajarish. Keyingisi manage your time. Vaqtni boshqarish. Vaqtni boshqarish. Bu yerda mana men bu yourni o'zgartirishingiz kerak pronoun. Like manage my time, his time, their time, your time. Yes, like mana bu pronounni almashtirib ishlatasiz. Chunki bu o'sha nima desam, siz bo'lsangiz, o'zingizga bo'lsa my bo'ladi. That's why please be careful. Chunki shunaqa o'quvchilarim bo'lgan, mana shunaqa beryapman, birikma sifatida o'zi haqida gapiryapti, your deb qo'yyapti-da. Yo'q, o'sha almashtirish kerak buni. Okay? For example, it's not easy for me to manage my time, but I always set a daily plan. Yes, misol uchun menga har doim oson emas vaqtni boshqarish, keyin harakat qilaman shu har kunlik plan qilishga. Manage my time. Hop, keyingi so'zimiz bu morning person. Masalan, siz aytsangiz bo'ladi, misol uchun sizdan so'raydi, do you get up early or late? Vaqtli turishni yoqtirasizmi yoki kech turishni? Siz aytsangiz bo'ladi. So, you know what? I'm a morning person. Men shu ertalab turadigan odamlardan hisoblanaman. Shu erta turadigan odamni biz morning person deb ataymiz. Morning person. Keyingisi early bird. Early bird bu shunaqa bir idiomatic languageda berilyapti. Bu ham shu erta qush degani, qisqasi bu vaqtli turadigan odamlarni biz early bird deymiz. Masalan, siz aytsangiz bo'ladi. So, you know what? I'm an early bird. Siz yotgan bo'lsangiz tez o'sha natural chiqyapti. I'm an early bird, I'm an early bird, so I wake up early and try to get things done by afternoon because it's really important for me to like how to say spend my morning productively, so I usually get up early. Xo'p, night owl degan so'zimiz bor. Night owl degani bu teskarisi, aynan kechasi aktivlashadigan odamlar. Erta turadigan odamlar emas, nabrot kechasi aktivlashadi bular. So night owl.
You can say, "Oh, I don't get up early. I don't like to get up early. I'm a night owl. I stay up late and try to do my homework and other stuff." Yes, night owl. Oxirgisi reminder. Reminder degani bu eslatma. Masalan, man reminder qo'yaman telefonimda tez bo'ladi, o'sha eslatma qilib qo'yaman o'zimga. Shunaqa qilishga. Like I write a reminder to my I set it reminder and it really helps me to um finish my work on the time. Misol uchun vaqtida tugatishga yordam beradi. Reminder qo'ysam. Reminder bu o'sha eslatuvchi ilova bo'lishi mumkin. Reminder. Hop, davom etamiz. Keyingisi bu yerda ham mana yaxshi so'zlar ketyapti. A productive day degani samarali kun. Masalan, kunim samarali o'tdi yoki men samarali kun o'tkazishni yoqtiraman. I try to have a productive day. So yoki siz bo'ladi I had a productive day and it was like I did all of my stuff on time. Yes, it was a productive day. Bugun yaxshi o'sha samarali kun bo'ldi deb gapirsangiz bo'ladi. Keyingisi break a bad habit, yomon odatlardan qutulmoq. Misol uchun I broke a bad habit last month and after that I started to follow a healthy routine. Mana keyingi so'zimiz healthy routine. Bu sog'lom tartib, sog'lom turmush tarzi, healthy routine. Next one bu morning ritual. Ertalabki odatlar. Masalan, siz aytsangiz bo'ladi, I'm an early bird, I wake up early and I have a morning ritual. Menda o'zimda ertalabki odatlarim bor. Like I have a cold shower, I go to the jogging and have a breakfast, like nutritious breakfast. Besides that, I read a book. Yes, men o'zimni ertalabki odatlarim bor. Mana qilaman deb gapirsangiz bo'ladi. Next one bu daily tasks, kundalik vazifalar. Kundalik vazifalar, misol uchun daily work emas yoki task desangiz chiroyli chiqadi. Daily task desangiz o'sha idiomatic chiroyli collocation sifatida chiroyli chiqadi. Kundalik vazifalar. So for a daily tasks, I should do a gardening because we have a big garden and I try to help to my mom. Oyimga yordam beraman. Bu mani kunlik vazifalarim. Yoki I cook a dinner yoki lunch. Har kuni misol uchun kunlik vazifalarim shu. Short break. Bu qisqa tanaffus. Siz oddiy break desangiz bo'ladi, lekin short break desangiz boshqacharoq eshitiladi-da. Like time to time, time to time I try to have a short break. Goh-gohida o'sha qisqa tanaffus olib turaman. Because I should somehow recap and refresh, yeah. O'sha refresh qilishim, o'sha yangilanib turishim kerak. Xuddi misol uchun zaryadka o'shib qoladi, zaryadka olib turadi-ku, shunaqa ozmuncha tanaffus qilib turishim kerak deb ishlatsangiz bo'ladi. Oxirgisi stay motivated, motivatsiyani ushlab turish. Even though it's hard for me to study IELTS, I try to stay motivated. Garchi IELTSni o'qish men uchun qiyin bo'lsa ham, men motivatsiyamni ushlab turishga harakat qilyapman. Try to degan so'z bor, bu harakat qilish. Try to. Try to dan keyin yana verb bir keladi, okay? So try to work, try to stay motivated, try to do something. Try to degani harakat qilib ko'rmoq. Hop, davom etamiz. Organize your day. My bo'lishi mumkin, his bo'lishi mumkin, shuning uchun qarshi ichida yozib qo'yganman. Organize my day, misol uchun kunni rejalashtirish. Organize degani tartiblash degani. Tartiblab chiqish, misol uchun ertalab bu, obedda bu, kechki payt bu qilaman, yes. Xo'p, shu. Meet the deadline degani muddatga ulgurmoq. O'sha deadline degani o'zi muddat, o'sha sizga qo'yilayotgan limit, misol uchun 5-dekabrgacha topshirasan. Yes, shu deadline qo'yilgan muddatga ulgurmoq. Meet the deadline. Yes. I work a lot to meet the deadlines, so it's like hard for me to manage it. Man ko'p ishlayman o'sha muddatgacha ulgurish uchun va bu men uchun qiyin deyapman. Yes. Lose concentration degani diqqatni yo'qotish. O'sha fokusni yo'qotish. Misol uchun sometimes I lose concentration during my lesson, and like during lessons, and the teacher punishes me.
Sometimes, and I could say, yeah, like losing concentration is bad, actually. Diqqatni yo'qotish bu yomon deyapman. Feel overwhelmed. Pronunciationga ham ishlab ko'ring. Feel overwhelmed. Overwhelmed. Whelmed, okay? Bu haddan ziyod bosim sezmoq. Misol uchun, siz stressda, depressiya, aniqdan ish, bu yerdan ish, ishingiz ko'payib ketgan, something like this, yeah. I feel overwhelmed. Tiredni o'rniga overwhelmed sezma уже ich-ichimdan sig'may ketyapman, portlayapman degan ma'nodada overwhelmed. So I have a lot of work, and most of my colleagues say when I will finish it, I feel overwhelmed. Can you help me? Yes, man judayam o'zimni uh, judayam bosim ostidaman, yordam bera olasanmi degan ma'noda gapirdim hozir. Okey, davom etamiz. Keyingisi bu yerda endi mana shunaqa bir idiomatic languageda beraman. Time flies. Time flies degani vaqt uchib ketyapti. Misol uchun qachon vaqt bunaqa o'tib ketishi mumkin? Qachonki maza qilib gaplashib o'tirsangiz, vaqt sezmay qoldim qanday o'tishini deymiz-ku o'zbek tilida. Bunda ham shu. When you are busy or doing something enjoyable, time flies, and you don't even notice how fast the day goes. So, qachonki band bo'lsangiz yoki qanaqadir maza qilib rohatlanib gapirsangiz, vaqt uchib ketadi. Hatto o'zingiz ham sezmay qolasiz, deyapman. Even you don't even notice how fast the day goes, yeah? Time flies. Gap tuzib ishlating. Keyingisi burn the midnight oil. Burn the midnight oil. Men ishlataman shuni, menga juda ham yoqadi shu. Bu masalan, kechasi bilan o'tiradi-ku, ish qilib, u yoq bu yoq qiladi, uxlasang bo'lmaydimi deydi ko'pchilik, to'g'rimi? Kitobini o'qiydi, planlar qiladi, kompyuterda nimadirlar qilib o'tiradi, uxlamaydida. O'shanaqada, o'sha momentda men kechasi bilan ishlayman emasda, shu burn the midnight oil deb bo'ladi. I had to burn the midnight oil to finish my homework. Kechasi bilan ishlashimga to'g'ri keldi, uyga vazifamni tugatish uchun kechasi bilan ishlashimga to'g'ri keldi, deyapti. So burn the midnight oil. So siz yana aytsangiz bo'ladi, like I'm a night owl. Men kechga o'sha kechki odamman. Eslab turish yoqmaydi. I'm a night owl. I stay up late and try to burn the midnight oil because I have a lot of tasks, assignments from a university. Yes, universitetdan juda ham ko'p vazifalar, u yoq bu yoqlar, shuning uchun men kechasi bilan o'tiraman. Burn the midnight oil deb ishlating. Next one, make time for something. Nimadir uchun vaqt topish. I try to make time for my family every day. Oilam uchun vaqt topishga harakat qilyapman. Try to, ya'ni ishlatilyapti. Ko'p ishlatdik buni. Try to degani harakat qilaman oilam uchun vaqt topishga. Make time for something. Okay, someone. Farqi yo'q. Make time for degan fraza bu. Okay, ishlating, chiroyli chiqadi. Oddiy narsa bo'lsa hamda. Yoki aytsangiz bo'ladi. I try to make time for my studies. Even though I have a child, I should study. I should get this IELTS, yeah? Men aytyapmanki bu yerda men harakat qilyapman vaqt topishga o'qishimga. Garchi menda bola bo'lsa ham, men IELTSga tayyorlanyapman degan maqsadda ishlatdim boyagi gapimda. Shu make time for something. Keyingisi, have a lot in kimdirning plate. O'sha ishi ko'p bo'lishi. Plate degani o'zi bu o'sha tarelka deganida. Tarelka. O'shani ichida ko'p narsa bo'lishi degan maqsadda ma'noda aytilyapti. Bu ham idiomatic language. Masalan, aytsangiz bo'ladi. She has a lot on her plate this week with work and exams. Uni bu hafta juda ham ish ko'p. A lot on her plate. Bugun bu hafta juda ham ish ko'p, ishlari, imtihonlari, yo'q bu yoq deb aytyapti. Shu ish ko'p demoqchida. Bu ham zo'r idiomatic language ishlatsa bo'ladi. Hop, beat the clock degani oxirigacha ulgurish deganida. Mana oxirgi sekundlariga ulgurib qolasiz-ku shu. He ran fast to beat the clock before the store closed. Demak, u tez yugurib ketdi, ulgurib qoldi, o'sha magazin yopilmagunga, o'sha magazin yopilishidan oldin ulgurib qoldi. Aynan soatiga yetib bordi degan ma'noda aytilyapti. Qisqasi, bu oxirgi sekundlariga ulgurib qolish degan ma'noda ishlatiladi. Hop, let's see. Keyingisi bu buni ko'rdik. Plan ahead. Plan ahead degani bu oldindan rejalashtirish. Masalan, it's good to plan ahead before a trip. Oldindan rejalashtirish yaxshi deyapti. Masalan, sayohatdan oldin rejalashtirib qo'yish kerak.
oldin rejalashtirish yaxshi deyapti. Oldindan rejalashtirib qo'yish kerak degan maqsadda. Plan ahead. Ahead degani oldindan. Hop. So cut back on degani bu qisqartirish, reduce ga sinonim, kamaytirish, qisqartirish degan ma'noda keladi. Masalan, I'm trying to cut back on sugar. Man harakat qilyapman shakar miqdorini kamaytirishga, ya'ni shakarni kamaytirishga harakat qilyapman deyapti-da. So cut back on. Cut back on. So guys, this was the last word here. Thank you very much for staying up to the end. Like, подписка bosh esdan chiqmasin. Boshqa darsliklarni ham ko'rishingizni maslahat qilaman. Rahmat hammaga. Поддержка kutaman sizlardan. See you. Telegram kanalimga o'tsangiz ko'proq ma'lumot topasiz. U yerda men shu fayllarni va kerakli savollarni, ya'ni speakingda qanday savollar tushishini ham qo'yib qo'yganman. Yanada ko'proq praktika qilishingiz uchun Telegram kanalimga o'tsangiz ko'proq ma'lumotlar topasiz. Rahmat hammaga. See you.